Ana, yaxshi mi? Yaxshi. Çiğim içdingmi? İçdim. Jür adaş, maktabga boraylik. Balalarım nima qarab turibsizlar? Chaqqan bo'linglar, kechikib qolasizlar. Sayyorni saqlayapmiz. Hey, jiringlar, kechikib qolmayman. Dada, biz ketdik. Xudoga omonat. Qarab meninglar. Topshirig'inglarni ishlab bo'ldinglarmi? Assalomu alaykum To'xtaxon. Alaykum assalom Saliyaxon. Qanday ahvollari? Yaxshi, yaxshi. Turvatamlar, uy ichi tinchlikmi? Xudoga shukr. To'xtaxon. Nurali ham buyurtgan bu o'tik kutganti. Kiyib ko'rpaqsi deb chiqqandim. Ajab chiroyli tikiblar bu o'tikni. Xurmimi shundoq yaxshi ekan buniki. Saliyaxon, buni az ko'may yolg'iz. Ay, bu nima qildi? Siz bilan biz urug' tuqqan. Sizlardan doim go'sh aptirmiz emasmi? Ay, sat bo'ladi. Undaq demisizlar Saliyaxon, siz bizning go'sh asla bekor qolmaylar, pul berib ilyapsizlar. Ay, sat bo'ladi. Asta. Yolg'iz sap qo'ysa. Rahmat. Süleyman! Kile! Ha, mana. Yapmacıma, korktumuz. Ha. Hay! Hey! Hay! Hey! 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 Voy, to'xtanglar, cho'l darsga kechikib qolamiz. Kasap ettirə, Pufaykam жетіп etdi. Eskiligingdan quribmi ketibsan? Dadam şunu bu daraxtni kesimen deydi. Nima ne? Muşu daraxtni. Nima? Bizning daraxt tursa bu. Dadam bizning deydi qamsa. Daraxt bizning yerimiz tursa. Daraxt bizninki. Bizniki. Daraxt bizninki. Voycan, bo'ldi, talshivermanglar endi. Bizning tursa. Obul, Sulayman, Seyyare. Üçünglar 7-ci qrupu bo'lasizlar. Biz bu qruplarni mahallalar bo'yicha bo'ldik. Ta'sirlik imtihon vaqti yiqilishib qoldi. Vaqtni ching tutib o'rganmasanglar bo'lmaydi. Bu qruplarning bo'linishiga qarata fikringlar bormi? Seyyare. Sulayman qatnashamaydi-ku deyman. Qatnashamaydi? Nimishqa? Uning tayyorlaydigan boshqa darsimi bor? Nima? Boshqa darsimi bor? Allahu Ekber. Dikkat! Sulayman, rast aşunu okuvatamsiz. Malum, ben onu okumagan tuttum. Oturun. Savaqdaşlar. Biz 20-ci əsrinin 80-ci yıllarda yaşavatımız. Hazır dünyada fen-texnik tərəqqi qilib, kişiler hava boşluğu жүрüş qıvatıdı. Sizlermi tırışıp ögensənlər, kelgüsüde yaramlıq adam bolasılar. İlim fənni ögənməy, yani şu həbdiyəkni yatlap yürüyüvergenlər dəvrinin kəyində qalıdı. Bolupmu sizlerdek yaş ösmürlərə nisbətən etqanda, bütün zihninglarni dərs qartışınlar kerak. Bizga faqat ilim fənli əsqatıdı. Dada, biz geldik. Sulayman kile balam. Mektepten yandınlar mı? Ha. Kile balam, ma erin tadı. Qani. Man tutup dur. Hey, noyigandek tatmamsan. Hey, bir demdil əsrəysən qo. Mən sana en güçlü Sulayman peygamberimizin ismini koygan mu? Kiçikkine herin tatmayla koş söylegen kalıdak hasırıp ketkenine qara. Hey. Ey kuchlik Sulayman payg'ambarim, men sana qo'mondonlik qilay ya. 1 2 1 2 1 2 1 Hey. Kız bala degen şundaq şetili bulamdı. Kız bala degen ço, erlerdirler emas, xorazni kösü mü, mındaq yandap ötep gididigan. Öz perzentlerine qayyusunu ögetmeydigan, öz meyliç koyudidigan qandaq ata-analardı o. Ay, To'xtaxon. Bu nima qiliq? Birovning darxini mushundaq so'ramaymi kesgan bormi? Meni to'liq bo'zaqimisilar To'xtaxon. Saliyaxon, man qarışla, man Xudodan qo'rqadigan odam. Shundaqdimi o'z mulkini birovdan so'rab ishildan bir kishi. Bu daraxt toza baraxsan bo'lib ko'klayotganda ko'z tekkandek qurib qoldi. Bu mu Xudoning taqdiri desizlar?
Endi bunu kesip öy salıma. Şahşun bulur da paranı yasayma. Bunu sildin soraşның nima acıdı deyla. To'xtaxon, munoya kimning deyman? Ha? Ya mening tursa daraxt qandoq silining bo'ladi? Meni to'la bo'zaqimsizlar. Ochig'im kelsa o'zimni tutolmaydigan odammanjimu? Saliyaxon, o'zlarini azroq besib asli bo'larmiki? Bu daraxt qachondan boshlab silinib olib qoladi? Hey, nima qarab turishsan? Buni artash deyman. Bu yanig'o mening davosim. Nomus qilmay daraxtnimi mening davog'imda ko'mamdigan bu haqning. Hey, To'xtaxon, men hukumat bilan tuzgan to'xtamim. Qani ko'rpaqsizlar? Saliyaxon, men hukumatdanmi qo'rqadigan odam. Qani o'qib baqsizlar? Hukumat bergan shu xatda nima debdi o'zi? Obol, men to'xtamni bir o'qib begina. Nayigandak o'qi. Üllük o'qi. To'xtaxon tag'ang tazbir obdan anglabasin. Yer xiti. Qumbağның şarqi tarafidagi chası itiz. 15 moya Mozdoz Salay Savurga 15 yillik höddig berildi. Saliyaxon, to'xtam qog'ozlari shumi? Ha, qandaq? Ya'ni kamtikalar bada qilamda, To'xtaxon. Kamyalari bo'lmamdigan Saliyaxon, kamyalari bo'lmamdigan. Maslan o'zi ushbu jak itizning kun chiqish yaqidagi qo'sh eriqning to'yidagi bir tüp daraxt Salay Mozozga tava degan gaplar to'xtamga putilmabdi-ku. Qani o'zlari bilim topaqsizlar? Ya, mozdizga tava degandikin albatta daraxtmi mening bo'ladi-da. Saliyaxon, men Xudodan qo'rqadigan odam. Xudo yo'lida qasam qilamanki, bu daraxt jasman mening. Artashmamsa, nima qarab turishsan? Hey, To'xtaxon. Bu yerda menga hukumat bergan, hukumat. Bu yer mening tursa, sizlarning bu daraxtni nima qildirir va? Bu daraxt meningki. Ochig'im kelsa o'zimni tutamaydigan odammanjimisizlar? Saliyaxon, daraxt mening. Kaskinim kaskin. Arzing bo'lsa berib hukumatga aytqin. Qanday degan gap bu? Sen nima demoqchisan? Nima deyapsan? Voy. Voy bilim. Voy bilim. Muhammed balam, ma paltını al. Sulayman sen şahların çağıta. Bismillah dep al. Berkiti buludu. Bolar çakan hemmeni oynup toşu. Bu yaxshi qizil ko'z. Bu daraxt meniki. Sana bir tal shexini tutqizmayman. U bol paltini chiqib olam, tez bo'l. Maqul. Hay, Saliyaxon, To'xtaxon. Nima degan sachilik bu? Bu Yakaslar. O'zlari bilala. Bu ota bobomdan qolgan sagining notus tursa, u mening deb turib oldi. Mushunaqtisi bo'lamdi. Men bilima. Bu daraxt albatta silning bo'ladi. bu daraxtni tashkil menga buyurgan. Bu mutham daraxtni mening deb mendan tatib qiltiryapti. Odam mushundaq bo'zaqisi bo'lamdi. Urug' tuqqan bo'lgandan keyin bir tut daraxtni talishib nima qilasizlar? Hozir juma vaqti bo'lib qoldi. Qarsizlar, urug' tuqqan bo'lsinmi, yo'lida bo'lsinmi? Sen hozir juma vaqti bo'lib qoldi. Jamoat, bu ishni maslahat bilan bir taraf qilaylik. Juringlar. Shunda jumaga boraylik. Juringlar. Nima sizyapsa? Tünügün kişini sızdım. Qamlışıptı mı? Qara. Poptu mu? Vay, tazı qamlaştırıpsan jimi? Qara bularni. Seyyarның yugurishini qara. Dadamdan qechishini demamsan tekin. O'xshabdi mi? O'xshabdi. Sulayman. Bugun ajab kechikding-ku. Nima bo'ldi? Vay, uni bir dema. Dadam meni daraxtni chatab shoxlarini to'shiysan deb bu yerga kagilib qo'ymadi. Men ming tasib bu yerga qechib keldim. Mundaqda. Sulayman, seningchi bu daraxt zodi kimningdi? Daraxt nedense? Albatta bizningda. Ay, Əmisi dadang shoxlarini chatab to'shu desa, nimish qo'nimiding? dadangdan qo'rqadigan tursam. Voy to'q yurak. Sening naring o'g'il bola. Qo'rqan. O'taq para qilanda. Nima adam tilaysa? Nima maza qilsa? Menga nira. Dadamga deyme, ma'lumga deyme. Endi seni uchta yaxshi o'g'lingni bir ko'rib baqay. Xat to'xtatdi. Bilim takrarlash asosida puxtulandi. Bugun yangi dars o'tishdan avval tungi darslarni bir qur takrorlaymiz. Sulayman. Cümlede ergeçmi beleknin rolu nime?
Akşam ders tayarlamaganma? Qani, kim cevap berdi? Ubul, siz cevap verin. Ergeşim bölek cümlenin ma'nisini to'liqlab kengaytib berdi. O'tiring. Ey Letip, siz biz dehqonlarning otisi. Şoňa biz sizni kent başlyk qilib saylagan. Maňa ödigi bege ýerdigi daraxtny to'xta qasap mening dep kesibatdi. Maňa to'xtamaňyz güçke egimi ýok? Bu daraxt aslida kollektivning yeridir. Keyin bu yer sizga ödigi berildi. Yer sizning Şundaq. bo'lgandan keyin daraxtmi albatta sizga tava bo'ladi-da. Oğlu balada gap qıldınız. Kadr deganning mana sizdek pichigi kesse. Men to'xta qasab bilan ko'rishib, uni deb qo'yman. Siz xotirjam bo'ling. Yaxshi, yaxshi. Hey, to'xtab turinglar, bilmag'ayli. Hey, Güldana, qarama ishqisiga. Sizlar urushib qoldinglarmi? Tünügün o meni bozak etip suğu işittirip etti. Ubul, biz shunda qildingmi? O'zing meni tilgan tursang, Sen mi mitledin go? Hey, bo'ldi, shuni o'zi gaplashmaysizlar. O'zaro bekuyinimiz hurmatlaymiz. Biz shaxsiki g'unjilar biz qo'raklaymiz. Do'st, do'stlar atrofda. La la. Do'stlar amroqmiz. La la. La la la. Do'st, do'stlar amroqmiz. Savoqdaşlar inoq bo'lib shod yashaymiz. O'zaro bekuyinimiz hurmatlaymiz. Rastlaşıp tejrigenimiz ayrılmaymiz. Do'st, do'stlar amroqmiz. La la. Do'stlar amroqmiz. La la. La la la. Do'st, do'stlar amroqmiz. Nimi işektek hangraysizlar? Ona çaqqan. Naqşı deganni o'rinla aytadigan narsa. Sen berip mich jamoatiga aytib qo'ygan. Ati deganda bizning uyga choyga kelsin. Bana bir Qaysi cemaatga? mich jamoati bo'lgandan keyin oqsoqollar bo'lmamdi. Buni bilmamsan sen. Menga chaqqan bo'l. Bo'lmasa ular namozini taqab ketadi. Ma'qul. Jamoat hammalari bilishida. Aşı qurib qolgan daraxtning o'rnida bizning bir tub sagimiz bo'ladigan. Esinglarda bordi. Qurib qolgan sagining o'zi shuning notisi emasmi? Ana sagigo qo'limizga tegmidi. Ha qasri turib bugun kunga kelganda uning notisimi qo'limizga tegmayotdi. Hammalari bir nima deyish berishadi. Peqirga bak uvalib ketmasin. To'xtaxonning degeni haq. Şoňa bu daraq To'xtaxonga tava. Şundaq emasmi? Albatta. Ot mirosi bolaning-da. Hukam Salihaxon, jamoat ko'p maslahatlashdik. To'xtaxonning burundan tatib bir tub tariga emishadi bor edi. O yiltiz tatib bir not chiqargan. Uni endi talishib nima qilasizlar? Buni To'xtaxonga berayli. Aka, ondaq deganlar bilan daraxt mening yerimda. Tashkil menga buyurgan desilar buni. Hukam Salih. Unchular jahillik qilib ketmang. Qo'ynimdan to'kis qo'njimga debdikan. Ikkinglar uruq tuqqan turib uni talishib nima qilasizlar? O daraxt burundan menga tava bo'ladi. To'xtista, u kollektivning yerida o'sgan daraxt. Siz talashmang. Kadr degan jutni adil so'raydi. Bu daraxt mening ota bobomdan qolgan sagining notisi. Kollektivga lozim bo'lsa-ku, kari chaqliqdi. Ammo o salay degan kassabqa
bir tal şehrini tutqazmayman. Undaq desəңəz qamlaşmaydı. Aka, heli kənet başlığı etib bu dərəxni bana buyurup getdi. Bununla başqalar anca arlaşması mı bolam ikin? Nim dep arlaşmaydı iken, nim dep arlaşmaydı o. Təşkil mi cemaatla təşkil olmamdı? Ha, doğru. Letib yurtunu soraydı. İmam məçid ne degen gep ba? Bu adamның imanı suz adam. Meçitki paqatlı bağmaydı. Texe xalqның haqqını yeyishdən qorxmaydı emasmı bu adam? Oğri, sen yağancı mı, mən yağancı mı? Qeyri öşkünün göşünü, əkya qoyunun göşü dep satqının yağan mı? Töhmətçi, yağancı degen özən emasmı? Ha? Sen töhmətçi boğaş, xalqның haqqıdan qorxmaysa, şunlaşqa ayaqның paşinsini qağazın bekitib setib atsa. Texe onun neç gün bulmadı. Ayalımı setib bəgən helik ayaq qandaq olub getdi qırap haqqına? Hay hay, el haya namus. Ufkam Letip. Sen yez başlığı olğan dikin birinin dep Mən bakın. siyasət boyunca iş qıldığan adam, deydiğan edep boldum. Əmdi, yani nemi deytdim? Vay ukula. Bundaq cahillik qımı sanlaçı. Mən degen xudadan qorxuduğu adam. Töhmət xorni xudama keçirmeydi. Boldi, bular bizning lavzimizni omidi. Endi bu davoni sot kilib bir taraf qilsin. Ay, ubul! Ne koydun? Derste yaldım. Nerede derste yaldın? Sulayman'a ders öğrettim. Yağaç kulak. Benim açığımı bilirsen o. Mektepten kaçıp neymiş kovdun öykemeysen? Ha? Senin uyun kaysı, de bakına. Malum ders öğrettiyse. Ders öğrettiyse malımın özü öğretsin, sen onun malı mehmetin. Moşu kakla, lalmıştıkı sunak taşlar verip ügütü vakandaki senin ügütü aldı mı ya? Moşu körükünü evestem o andenken ötemezsen, şu kakının öğü kirginin ben bir körp akay. Man ökür, koyla laf egin. Qanchalik alala? 1 kilo alay. Dada, To'g'ri elektromay nertre? kövrükni buzdu. Nima? İşte oğlan gacıdek tutuqlaysan go. Men seni eng zerek bolsun deb Muhammad payg'ambarimning ismini qo'ygan juma. Nim bo'ldi? Ovu ubulning dadisi kövrükni buzub uyga kirib ketdi. Nima? Kövrükning yeri mening tursa. U nim deb buzadi ekan? Uning kövrükni buzadigan hech qanday haqqi yo'q. Mening qarab qo'ysizlar sizlar. Ma'qulmi? Mana. Qandaq gap bo'lib ketdi bu? Ha? Hay insafsızlar. Kövrükning yerimi mening emasmi? Oylamdaki üzümge baran qilgan yağaçni sağan tursam, nomus qilmay shalasini sug'urib evag'ini ko'mamdigan bu yüzsizlarning. Hey! Sen şu xumsizlar uchun kövrükni buzib berayotgan o'xshamamsan, ha? Men buzmadim yasavatdim men. U buzgan kövrükni men buzamam deganman. Salayda insof yo'q. Nomus qilmasa bu shalanim meni davolatdi. Ha? Qani ola. Mana ko'tarib aket. Nimaga qarab tursa, ha vaqtda. Ola mana. Nima degan satchilik bu? Salay buzgan kövrükni men buzamam deganman. Seningdek tuqqanim yo'q. Hammani Xudo qo'ydim. Ne görsen? Derste yallayman. Dersini öde tayarlamay keşkirgendin, ne görsen? Sulayman bilan tayyorlayman. Bagraz, ben bayatın onun dadısı bilen yakınlaşkan tursam. Hem sen çıkıp onunla tovu kılamsa, ben öykür. Muallim bana Sulayman dersi çekinip ketdi. Sen her günü birli ders tayyorla deganti. Sulayman dersi çekinip geçse, muallimin özü gibi geçsin. Sen onun muallim emetin, ben öykür. Üzerinin dersinin okuşunu bil, ben. Aras, apan gelse de koygun. Ben Letip'in öykü bir biley. Bundan 100 necha yil burun Angliyadan Darwin degan bir olim chiqqandi. U kichikdinla. Balam, qo'lingdagi nima kitob bu? Dersini texi yodlab bo'lmagandim. Ders deganni maktabda o'qimamdi. Muallim buni uyda yodlab keling degandi.
Bendilerinin rızkını muallimin emez, Kudayım berdi. Ola hep tekne. İmtihan ötemezsen İmtihandan öteyemesen bana okşaş kasap bulursa. Yatla. Kulvallahu ehad. Allahu semet. Nime davat ise? Allahu semet emez, Allahu semet. Bismillahirrahmanirrahim. Kulvallahu ehad. Allahu semet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yakun lahu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. Kulvallahu ehad. Allahu semet. Lem yelid ve lem yulad ve lem yakun lahu kufuven ehad. Bismillahirrahmanirrahim. İmanın mı suslap gitipti? Tilin mi kemmeye batıdı? Dada o nime? Ya Allah, Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum, la ta'khuzu sinetun ve la nevm. Akşam bir cin erik bilen bizning oyliq kirgendi. Dadam bir ayetni o'qibla jinni qaçırıp etdi. Yolg'on. Men sen bilan dars tayyorlayman deb oqshom chiroqni ko'tarib borgandim. Chiroq eriq tushib ketib, benzinga o't ketdi. Oyliq kirgan jin emas, o'sha o't. Kechiringlar. Bugun kech dars tayyorlaydigan bir yana o'ylab qo'ydim. Tangri tog'lari avtonom rayonimizni o'tirdan ikkiga bo'lib turdi. Tangri tağları avtonom rayonimizni o'ttirdan ikkiga bo'lib turdi. Uning ikki tarafida ikki o'ymonliq. Onun ikki tarafida ikki o'ymonliq. Shimolda Jo'ng'ar o'ymonligi, janubda Tarim o'ymonligi bor. Shimolda Jo'ng'ar o'ymonligi, janubda Tarim o'ymonligi bor. To'q tushib qo'ydi. Churiyday. Asta, dadam anglab qolmasin. Ay Sulayman, to'quğa o'g'il kirdimi nima? Baqqa qanlab ketdi bu. İşini aç, qaysın var bu yerda? Aramzade, dadangning o'ktamligini oz deb, sen to'qimizdan o'g'illig'ini keldingmi? Mana! Endi sen o'g'illig'ini tananmaysan. Sulayman bilan dars tayyorlagan to'zoq. Yaga aytma. Uning qo'tanda nima bor ekan? Uning iymoni bor. Asta. Sulayman uyda hattek o'qotidi. Rastingni ep, zodi nima deb kirdi? Ay, nima bo'ldi? To'xtaxun. Dal joydi kalla. Buningga nima deyli ekan? Qani balları o'zi bir nima deb baqsin. Ay, nima bo'ldi? Sulayman bilan dars tayyorlagan Ey, Baqiraz! Men seni mushqaqning o'ylisiga kirma desam, zaten nima qilsan? Sulayman boshlab kirsa, Sulayman qani? o'qirda. Ha? O'qirdi. Ana, endi nima deydi To'xtaxun? Hay ablahning bolasi, nima qilganing bu, ha? Endi seni nima qilyapsan bular? Salam. O'ltiringlar. Bugun yangi dars o'tishdan avval imtihon qog'ozlarini tarqatib beraman. Kiring. Sulayman, nima ishga kechikdingiz? Buningdan keyin diqqat qiling. O'tiring. Sayyora, imtihon qog'ozlarini tarqatib bering. Sulayman qanchapsa? Sulayman, yaqindan beri darsda bək çekinib ketdiniz. Nim bo'ldingiz? Yig'lama. Uyda biroq qiyinchilik bormi? Nimali qiyinchilik bo'lsa, menga ayting. Maktab bir ulug' ana. Hammamiz uning bolalari. Bu ana bizni ma'rifat bilan tavlab, vujudimizni do'stlik mehri bilan jug'urdi. Kelgusida ba'zinglar yozg'uchi, ba'zinglar olim, ba'zinglar qahramon bo'lishinglar mumkin. Ba'zinglar davlatga zo'r to'hfalarni qo'shib, o'chmas nom qoldirishinglar mumkin. Ba'zinglar odatdagi qaysar, halol emgakchilardan bo'lib, insoniyat uchun baxt yaratishinglar mumkin.
Mana bularning hammasi vatan uchun, bir cho'ng oil uchun qilinayotgan kurash. Agar sizlardan biringlar vatan uchunmi, xalq uchunmi yaramsiz bir odam bo'lib qolsanglar, qolganlaringlar ichinmamsizlar. İçinisizlar. Xuddi biringlar meyib bo'lib qolganda ichinisizlar. U chaqda ota-onanglarmi, men mualliminglarmi ichinaman. Sizlar menga mushundaq do'st bo'lib birga o'tishinglarmi mumkin? Yoki taqdir sizlarni ma'lum sabablar bilan menga ayirib etishimi mumkin? Undaqda do'stliginglarni nima bilan eslaysizlar? Şunu bilishinglar kerakki, faqat do'stliklar o'tmishni eng shirin tuyg'ular bilan eslatadi. İşensanglar, dunyoda inson uchun boshqalarga mehribonlik qilishdanmi ortiq zo'r baxt yo'q. Qo'ylar o'stanning nerisidagi o'tloqqa o'tanmay, qattiq o'riqlab ketyotdi. Qarang, pul topgan odam shunday o'riq go'shtni olarmi? Hey Sulaymon, sen ashqaqning ballarına aralashmagan bo'lsang, men shu ko'rikni buzib etmaydim. Tutam meni. Hapsini. Acayip bir tersa işekine. Oy canım. Oy can. Oy balam. Çapsan bul. Ötüsü düşüp gitti bul. Abla. Hem de kandak kılık. Çakan bul balam çakan bul. Sine. Çatak ol dedi. Bana şu körükün yokluğu da. Körük olan mısı bındak mı bulması de. Sine. Aka balam çapsan bul. Hay kömemdiğim bu ne? Esqatqan muşu da. Sen bo'lmagan bo'lsang 50 so'm pul suvda eqib ketgan bo'ladi. Hay jenim balam. To'qti qizil ko'zning valisi Sulaymon shun bilan o'ynamasan, nima desang shuni epratdim. Hay gapimni anglajmi balam? Akila. Nayt yaxshi qilding balam. Hay, sen miydin? Hey ubum, uyliqqa bir tut daraxtni qanday qildigan bo'lyapsizlar? To'ng'ay, O daraxt nima? Dadam shahardagi sochchi tuqunimizga arz qilibdi. Keyin o daraxtni bizga buyurib berdigan bo'pti. Uyliqdan cho'q qanday o'tyapsizlar? ikki tarafda ikki bodrimiz bor. Shuninglar o'tyapmiz. Mundaqdanglar. Cho'nglarchu, ular qanday o'tyapti? Cho'nglar kechib o'tyapti. Ular har bir o'tganda ko'rikni o'zlari buzib etib, dadini bizni oldi texi. Haras, akşam dadamdan soygan qo'yi o'riq chiqqandi. Menga vaqirab ketdi. Sana nimda faqraydi ekan? Sen şimdi aşkakla arlaşmasın demisem, körükne herkes buzmayma. Karmamsa qo'ylar o'stangning nerisidagi o'tloq o'tanmay o'riqlab ketdi. Pul topgan odam muşunda o'riq go'shtni olandi. Xab Sulayman. Xab to'xtabdi. Ey seni deb tilab ketdi. Uni birdimi? Mening dadamchu texi. O'tikni o'z suvga tashlab etib, uyga kelib meni tilladi texi. Seni nimda tillab ketdi? Sen şunu demesem körükni buzmayma. O'tikmi suv bo'lmaydi. Endi bu o'likni kim oladi? Hey körük. Kegilik mangli kelyapti. Sizlarning dadanglar ijib qiziq. Dadamiz menga qiziq. Kelinglar. Hey, ishkonglar dadanglar bo'lib menga arz qilinglar. Men so'tchi bo'lay bulamdi. Bo'ladi. Avval sen başla. Bu yani hükümet bana bergen. Daraxt mening bo'lmay kimning bo'ladi? Öyle bu açığım kelsa o'zimni tutamaydigan odamman. Men Xudodan qo'rqadigan odam. Xudoga qasam ishmanki, bu daraxt meningki. Kerak nima olma. Bu mening huddiga olgan yerimda. Bu ota-bobomdan qolgan miras. Men olaman degandikin, men olaman.
Hökümet bana buyurup bergendikin mening bolmamda. İmam bana buyurup bergendikin men almam deme. Ha? Ya almayman dikin men alma. Şimdi doğrap beringlar desem rasıl uruşup kettinglar. Alımen, nemi tügümeydigan alımen bu. Bermen degan gap ağzыңdan kelmemdi. Dadamning og'ziga alımendan boshqa gap kelmaydigan tursa. Mening dadam ani günü benim gelmedike. Dadanglarning bu bermenga tili kelmesin. Endi sizlarning bu bermenga tilinglar kelmemdi. Biz kimga beramiz? Manga. Daraxt nim qilsa? Men o daraxt bilan ikki oilaning adovatini tugitay deyman. Meygilinglarchi. Biz yakshanba kuni bolalarni chaqirib, o bir tut daraxtni kesib. Asta qilaylik. Bo'ladi ekan. Bu noit yaxshi chora kerak. Solayman balam. He? Eshakni to'qi. Men bozorga yurib kelay. Ma'qul. Bugun bozordan yana qo'y olamsiz. Yo'q. Qo'ylar o'rixlab ketyapsa, yana qo'y ip nima qilaman? Eriq sochi tuqqunimiz bugun kelmashdi. Atigarak berib uydan boshlab kelay deyman. U daraxtni rostilla bizga buyurami? Tunigungo ma'qul gap bo'lgan. Endi bugun jamoat oldida e'lon qilib bermoqchidi. Do'st dushmanning oldida toza o'pta ish bo'lgan bo'ldi. Qadraxni tuqqanchilikni yetkazilgan bo'ldi. Bugun o'pta mehmon qilib qo'yaylik. Shunday qil. Toza o'xshito bir petromant qil. Xudo eshak to'q bo'ldim. Ha, aka balam. Qo'ylarni obdan qarajima. Ma'qul. Dada, Sulaymanning dadasi sochi Qodirkamning uyiga arz qilg'ili ketib bordi. Daraxtni shularga buyurib beribdi. Yo'q gapni qilma. Voy, Qodir uning dadi jamat tuqqan bo'lsa-chi, sizlarga ona jamat tuqqan. Daraxtni uningga buyuratdimi? Ras, o'z shundoq dedi. Ishonmamsiz? Sulaymanning dadasi bozorga ko'chmay kirmay, eshakka minib oldirab ketib bordi. O'z ko'zim bilan ko'rdim. Men Qodirning onasiga Xurumning esildi bir maslik berdim. Qani daraxtni shuningga buyurib baqsinchi. O bag'ayaga men baramig'dakmanmi? Ubul, eshakni to'qi. Kashdim shu bozordan. Mana hozir. Letika. Siz qanday qilsak ola? Siz yurt beshi bo'lgandikin bir narsa baqmamsiz. Men siyosat bo'yicha ish ko'radigan odam. Bu yerni Salay Mozduzga o'tigmagan. Shunga daraxt Salay Mozduzning. Hukam letib. Kajlı qilma. To'xti qassabning ota bovusini qolgan terakning notisi bu. Shuning bo'lmamdi. Bu yer islohotida hukumatga o'tgan yerlar. Bu yer Salay Mozduzga o'tib berilgan. Shunga bu yerda o'sgan daraxtmi Salay Mozduz igdorchilik qiladi. O'g'o shundoq. Biroq asli igiz to'xtaxun turgan yerda boshqalarga bersak qandoq bo'la? Bu daraxt hukumat yerda o'sgan tursa, qandoqsiga to'xti qassabning oti mirasi bo'ladi ekan, ha? To'xti qassab uni tikibdimi? Sug'uribdimi? Parvish qilibdimi? Hey qizlar, men sizlarga deb bergan daraxtmish shu. Jiringlar. Ha, amish shu. Ey Guldona, bilashdi. Jiringlar oyoq o'taylik. Hey Sulayman. Hey Sulayman, men qarag'ana. Sulayman, men sana en kuchli bo'lsin deb Sulayman payg'ambarning ismini qo'ymaganmidim? Hey Isid, onun qipi, her deyishdi. Ziverxacha qanday ahvollari? Qodiraxon uyda bormi? Assalom to'xtaxon. Qanday ahvollari? Yaxshi, yaxshi. Qodir atdigan dilsilning mayliga bir ish botdi deb ketgan to'g'ri. Voy, Saliyaxon. Kesli. Ey kirslar, tesh to'ldimi? Zibarxacha qanday ahvollari? Tesh tutdilarmi? Bir ish bilan kelib edim. Bu ishkinglar nimandaq maslahatlashib olgandek birga keldinglar. Ey kiringlar, bir piyoldan choy qo'yay. Tuqqan haqlar bir dasturxonda o'tasa, shu uyga barakat qo'ndi degan gap bor. Qani uy kiraylik. Men ketdim. Men qaytay. Qodirni topmasam zodi bo'lmaydi. Saliyaxon, to'xtaxonga Qodirni izlaydi ekan. Sizlar nega borlar? Bir piyol choy ichib mangmamlar. Men Qodirni izlaydim. Xo'shamsa, xo'sh. Birdam o't taslimamdi. Rahmat. Həcəb kuyum var tuqqanlarda bu. Oğlum Qadir bilən mungdişay deb kelgan çığı.
He vallahi tez bolonglar tez. Hey Süleyman, Süleyman, gözekman bir bırak. Hemen. Ne? Men konuyu deyince. Al. Eke. Ben seyyar. Nimish qilyapsizlar bolalarım? Selyaxun dodam o'stangdan o'tolmay, yangi utuklarni suvga tushirib o'tibdi-ka. Shunga biz Selyaxun dodamga bozorga kirdigan ko'rik yasab beryapmiz. Yaxshi qipsizlar. Yaxshi bola degan cho'nglarning g'amini yeydi-da. Tez bolonglar tez. Ne? Ekler. Süleyman, bana ne? Yani birini. Hey, Ayağa seyretme. Ne man? Hey seyyara. Bolam Süleyman. Nimish qilyapsizlar? Dadam qo'ylarni o'stangning nerisiga olib berib beqib kelinglar deganti. Shu qo'ylarni o'stangdan o'tkazdiganga ko'rik yasavatimiz. Hecep obdan qipsizlar. O'stangning nerisida g'uchchi tuchib, qo'ylar birdamda to'yidi. Tuta. Ne? Tez bolonglar tez. Hey, topun jiqqa tashlamansa. Mana. Ha, buni men olay. He, jiqqroq tashla. Ece purin kesango, bular istek. Olay mani. Ço değil mi? Akşam belgen şunca elep ki toymaganma, endi sana elep emez, kurup kalgan derekten gazın mı tekmeydi akşaydı? Ço! 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 Ço değme, ço! Ço! Ço değme, ço! O göşe haram mahluk. Hem de bana kuşum haram buldu o. Açığım kez üzerine tutamaydığı adam ben. Heyli baka cazanı kuru kasap, kıyrikanını kalıp çaktı boğduğundek bozdu etmez yine. Şu! Daraxtmi, bug'doy qo'noqdek yerni unadigan narsa. Yer kimga berilgan bo'lsa, daraxtmi shuningga tava. Hey ukam, yaşlı kımma deyme. Bo'ldi. Shu daraxtning yiniga borayli. Shunda qilayli. Hey, ısqagan gayret qilish kerak ko'ydi. Topa. Aşağıda eke. Yarım yaxtira masalani o'rnatolayli. Hey, matrapga. Aşağılanı bekle. Hey mahtiratga o'xshaydi. Ha, bo'ldi. Buni mayaqqa. Hey, dodam tercih tezlik qilmaylik. Tezroq qo'laylik. Cho'nglar toz qo'shib turgan bo'ldi ya. Samet bu yoqqa to'xtashla. Buna. Ha, bo'ldi. Tezroq qilmaylik. Bo'ldi. Mayagmi? Dastana çırnağla. Bo'ldi qiz. Toza o'tdan bo'ldi. Shundaymi? Burunqidan yaxshi ketdi. Hey sen chiqib ketamdi. Hey, bunlar qaranglar. Av kelayotgan kimlar u? Jurumlar mumkin olayli. Voy, chaqoqlar. Bunlar mik olayli. Hey, bu yerga daraxt yo'q-ku. Bu daraxtni kim ekirketgandi? Voy, to'xtag'im kelib qoldi mana. O'zin so'rab qolay. O'z birini menda so'ra. Assalomu alaykum. Va alaykum Qanday assalom. ahvollar? Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ukam, mushu jamoat oldida aşı daraxtni mağa buyurib bergina. Qos daraxtni deylar. Oy? Jamoat, oqtirib beringlar. Daraxtni mushu o'g'ri oldi. Hey, o'g'ir degan sen! Daraxtni top! Qani da! Ko'rigin kim soldi? Eras. U ko'rikni kim soldi? Jonlar ko'rib baqayli. Deganlar u ko'rik yo'qdi u. Asta. Kim solgandi buni? Bu kim sağandı? Bu zat neymiş? Bu ko'rikni zoti kim solgan? Doda, nimizda o'tibsizlar? Mening daraxtning yog'ichi bu yerda nima ish qiladi? Ha? Bu daraxtni yog'chi bu yerda turmamdi. Asta. Ey Süleyman, putuğunu çıkıp etmesem hep taxta. Meni salaydi odam o'zi olsun.
Hay obol, hay obol. Bu senin oyunun Seni kendi. toktağında adam özü vursun. Ukam Kadir, bu uşaq ballarının işkendigine. Əmdi bu yağaçını bana buyurup versen bulmamdı. Ya hukam Kadir, bu yağaçını ben alımen, ben. Eğer bu yağaçını her işkinlağı buyurursam, onu kanda kalısılar. Köyrükne çıkıp Ben bu davanı kanda kalkılamen de beşim ketip durganda, vallahi tazı adil el kıptı. Toxtaxon, Saliyaxon, boldu qılınlar əmdi. Vallahi sizlərdən aqıllıqkən bu davani yaxşı hal qıptı. Adavetni tügütünla. Adavet bir keş konup qalsa, kıyameti cavrisi buludu. Körük sağan savuplu iş. Əmdi bir-birinla qol verinla. Ömür vayat inaq ötünla. ol verin la.